Muhammad Sodiq bu kitob haqida aytganidek, siyosatni alifbo deb tasavvur qilsak, Buyuk shaxmat taxtasi kitobi uning bir harfi va qachon bo'lsa ham biz uni o'rganishimiz kerak. Amerika geosiyosatda O'zbekistonga qanday qarashini bilasizmi? 25 yil oldin qanday qaraganini-chi? Buyuk shaxmat taxtasi asari o'zbek kitobxonlari orasida allaqachon trendga chiqdi. Marhamat, sahifamga obuna bo'ling, men esa sizlarga ushbu kitob haqida gapirib beraman. Kitobda muallif O'zbekiston haqida ham so'z yuritib, uni O'rta Osiyoda mintaqaviy yetakchilik roliga asosiy nomzod sifatida baholaydi. Garchi hudud va tabiiy boyliklar jihatdan Qozog'istonchalik bo'lmasa ham, undan ustun qo'yadi. Asarda buning turli sabablarini ham asoslab beradi. Kitobda Amerikaning geosiyosiy qarashlarini yaqqol ko'rish mumkin. Brzezinskiy AQSh dunyoga hukmronlik qilishi uchun Yevroosiyo ustidan nazorat o'rnatish kerakligi va buning yo'llarini asosli siyosiy tahlil qiladi. Kitob o'zbekchaga endi tarjima qilingan bo'lsa-da, AQShda ilk nashr etilganiga 25 yildan oshdi. Muallif ushbu asarida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi to'qnashuvni o'shandayoq bashorat qiladi. Brzezinskiy bu fikrini Ukrainasiz qolgan Rossiya yanada ko'proq darajada Osiyo davlati bo'lib qoladi va Yevropadan uzoqlashadi. Ular esa bunga osonlikcha ko'nishmaydi deya izohlagandi. Keyin nima bo'lganidan esa albatta xabaringiz bor deb o'ylayman.